2026-yilgi Volkswagen Polo avlodlar davomida yengil, ixcham, ammo ishonchli va qulay shahar avtomobili bo'lib kelgan modelning eng zamonaviy talqini sifatida maydonga chiqmoqda. Yevropa bozorida kichik hatchbacklar segmenti tobora raqobatlashayotgan bir davrda, Volkswagen o'zining mashhur Polo modelini yangilash orqali nafaqat dizayn, balki texnologiya, xavfsizlik va dinamik haydash bo'yicha standartlarni yana bir bor baland darajaga ko'tardi. 2026-yilgi versiya nafaqat tashqi ko'rinishdagi o'zgarishlar, balki interyer, haydovchi yordamchi funksiyalar, dvigatel samaradorligi va raqamli boshqaruv tizimlarining kengaytirilgan imkoniyatlari bilan ham boshqa modellar orasida ajralib turadi. Volkswagen har doim Polo modelini ommaviy xaridorlar uchun maqbul, iqtisodiy va bardoshli transport vositasi sifatida taklif qilib kelgan bo'lsa-da, yangi avlod aynan sezgir texnologiyalar, interaktiv boshqaruv, yuqori xavfsizlik va ekologik dvigatellar bilan yanada jiddiy o'zgarishlar kiritgan. 2026-yil modelida ko'plab ilgari faqat Golf yoki Passat kabi yuqori segment modellarda uchraydigan funksiyalar Poloda ham mavjud bo'la boshladi. Bu esa ushbu modelning qanchalik rivojlanganini va Volkswagen kompaniyasining kichik sinf uchun ham eng zamonaviy yechimlarni taqdim etayotganini isbotlaydi. Yangi Polo tashqi ko'rinishda yanada sportcha, sodda va aerodinamik chiziqlarga ega bo'lib, old bamper, faralar va radiator panjarasi butunlay qayta ishlangan. Volkswagen dizaynerlari old tomonning agressiv, ammo klassik ko'rinishini saqlagan holda, unga zamonaviylik qo'shish uchun LED matrix faralardan foydalanmoqda. Ushbu faralar tungi yoritishda haydovchining ko'rish imkonini oshiradi, avtomatik rejimda harakatlanadigan transport vositalarini aniqlab, nur intensivligini moslaydi va shu tariqa xavfsizlikni yuqori darajaga ko'taradi. Yengil qotishmali yangi 17 yoki 18 dyumli disklar, sport stilidagi bamperlar va silliq chiziqlar bo'yicha ishlangan aerodinamik elementlar Poloning tashqi Volkswagen salon dizaynida minimalistik yondashuvni saqlagan holda, ergonomik tugmalar, yuqori sifatli plastiklar, teri bilan qoplangan rul va yumshoq materiallar bilan qoplangan panel elementlarni ishlatgan. Klimat kontrol tizimi sensorli boshqaruvga o'tkazilgan bo'lib, bu haqiqiy premium avtomobillardagi kabi zamonaviy ko'rinish beradi. Rul chambaragi ikki tomonlama sensorli boshqaruv tugmalari bilan to'ldirilgan bo'lib, haydovchi avtomobilning ko'plab funksiyalarini qo'llarini ruldan olib o'tirmasdan boshqarishi mumkin. 2026 Volkswagen Polo o'z sinfi uchun juda katta bo'lgan xavfsizlik paketiga ega. Yangi avlod haydovchi yordamchi tizimlari jami 20 dan ortiq xavfsizlik funksiyalarini o'z ichiga oladi. Ular orasida Adaptive Cruise Control, Lane Assist, yo'lakni ushlab turish tizimi, Front Assist, to'qnashuvni oldini olish tizimi, Park Assist, avtomatik parkovka funksiyasi, Blind Spot Monitoring, kor maydonlarda transport vositalarini aniqlash, Traffic Signal Recognition, yo'l belgilari tanish tizimi, Driver Fatigue Detection, haydovchining charchoq holatini kuzatish tizimi, Emergency Braking, favqulodda to'xtash funksiyasi. Ushbu tizimlarning mavjudligi kichik hatchbacklar segmentida juda katta afzallik bo'lib, Poloni xavfsizlik bo'yicha o'z sinfining yetakchi modellari qatoriga qo'shadi. Volkswagen har doim xavfsiz avtomobil yaratishga e'tibor qaratgan va yangi avlod Polo bu yo'nalishda yanada mukammallashgan. Dvigatel qismi 2026 yil uchun sezilarli darajada yangilangan. Kompaniya global ekologik standartlarga moslashish uchun benzinli dvigatellarni optimallashtirgan, turbo dvigatellarning samaradorligini oshirgan va gibrid tizimlarni qo'llab-quvvatlagan. Asosiy dvigatel variantlari quyidagilar bo'lishi kutilmoqda. 1.6 benzinli dvigatel, 95-115 ot kuchi, soddalik va iqtisodiy sarf bilan mashhur. 2.5 Evo 2 dvigatel, 150 ot kuchi, yuqori dinamika va kam sarf. 3 mild hibrid 48 dvigatel, ekologik toza, juda silliq.